Assalomu alaykum hammaga. Vaqtni tez o'tishini qaranglar. Men yaqinda Nike Pegasus 41 obzor qiluvdim. Yaqindan tanishtirdim. Uje marhamat 2 yil o'tib ketdi va qo'limda uje Nike Pegasus 42 bo'ladi. Ya'ni 2 yil deganda keyingi Pegasuslarni bizga taqdim qildi va albatta men buni uje kiyib ko'rdim, yurib ko'rdim, chunki bu krossovkani kiymasdan, yurmasdan obzor qilish xato, chunki Pegasuslarni bilamiz, juda mashhur liniya va juda komfortli liniya. Ko'pchilik yaxshi ko'rib, anchadan beri yangi generatsiyalar chiqib, ko'pchilik kiyib yuradi. O'shaning uchun albatta men buni kiyib, testdan o'tkazib, keyin men bu kresloga o'tirib obzor qilyapman. Lekin yumshoqligi va 41 ga qaraganda kelinglar, birinchi o'rindagi dizayndan boshlaymiz. Mana qo'limda 41 ham bor va kelinglar o'sha dizaynidan boshlaymiz. To'g'risini aytaman, dizayn taraflama nimadir ham menga 41 ko'proq yo'qotuvdi, o'sha rasmlardan ham, videolardan ham. Sababi bilmadim, 41 mana sal moziga nazar, 41 mana bu joylari qanaqadir ingichka, qalin bo'lib, to'lqinlarni chiroyli chiqargan. Mana bu formalari ham bir noodatiy chiroyli ko'rinishda bo'lganiga bilmadim, yoki 41 ga meni ko'zim o'rganib qolganmi, qanaqadir birinchi navbatda menga 41 chiroyliroq ko'rindi va to'g'risini aytaman, hali ham qanaqadir chiroyliroq ko'rinyapti. Endi hammani fikri har xil. Nima deysizlar, mana qaranglar, qaysi biri chiroyliroq chiqqan. Menga baribir haligacha 41. Endi javonaqa katta ochko bilan emas, no, kichkina farq bilan bo'lsa ham menga ko'proq 41 hali ham dizayn bo'yicha ko'proq yoqyapti, chunki bu yerda o'zligi bir qalin ingichka poshnalari, orqasidan mana bunaqa chiqib turishlari, duti ingichkalashib ketgani, mana bunaqa qalin orqasi, baquvvat orqasi, oyoq kiyimi boshqacharoq qilgan. Bu yerda bo'lsa o'sha sal unaqa riski pavorotlar yo'q, balki dumaloq sifat o'sha poshna mamtlari ham bir tekisda sekin tepaga kattalashib, rang bu yerda katta farq o'ynayapti. Rang orqali sal dizaynni o'zgartiryapti. Mana bu yerda qaranglar, rangga qaranglar, qanaqa dizaynni o'zgartirib tashlayapti. Ya'ni qora poloska, oranjevey, mana bu ko'k rangli krossovkani baribir sal odam qilib turibdi. Oyoq kiyimi materialdan boshlaymiz. Nike yozishi bo'yicha material yana ham setkalashgan, ya'ni teshiklari kattalashgan. Endi oradan 2 yil o'tdi. Bu rovna maylida chiqqan, o'tgan 2024-yilda. Bu bo'lsa mana 2 yildan kelgan taqdim qilinyapti. Endi 2 yillik tajribasi bor baribir Nike ham Pegasus ustida. Nimadir o'zgartirganiga o'zim ham qoyil qolyapman. Sababi Pegasus 41 ham o'sha yaxshigina zo'r krossovka edi, lekin bunda ham shunaqa o'zgartirish borki, haqiqatan 41 ga qaraganda o'zgartiribdi o'sha narsani. Xo'p, materialga qaytargan bo'lsam, aytganimdek ham bunaqa setkalardan tashkil topgan, ya'ni havoni o'tqizishi yana ham yaxshilangan. Bu yerda mana bunda ham setka bo'lgan, lekin qaranglar farqini mana sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Farqi bor, uzorlarida, dizaynlarida bor va mana bu yerga suvish qo'shilgan. 41 da bu yo'q edi va ichkaridagi suvish xuddi tashqariga o'xshab kattalashgan. O'sha asosiy dizaynlardagi farqi va albatta mana buni ham eslatib o'tish kerak. Mana bu grip bo'ladi, ya'ni qo'lga botirgan rezinadan mana bunaqa grip qilingan orqasigacha va bu yerdagi oldingi formamizni sal oldiga uyg'unlashib, orqasiga o'tib, ya'ni boshqacharoq ko'rinishda qaranglar mana ko'rsatilgan va buni oldidan ham sessiylar bo'ladi. Mana qaranglar, bu griplar, ya'ni poloskalar oldilarigacha o'tgan, yonidan ham, ich tarafdan ham, va bunda unaqa narsa yo'q. Ya'ni baribir 2 yillik dizayn o'z so'zini aytayapti va men kiyganimda yana bitta sezgan narsam, ozgina slip insroq, ya'ni men bu qattiqroq, baquvvatroq, ya'ni oyog'ingiz bilan shpoq etib bosib kiyib ketsanglar bo'largandagi xulosani yoki chustvani beryapti. Orqasidagi asosiy o'zgarish React X mamutdan orqaga ko'chgan hamda Pegasus yozuvi mamutga ko'chgan. Eskisini ham ko'rsataman, чтобы o'zingizlar ham bir ko'rib solishtirishingiz uchun yozuvlar qo'shilgan hamda aytganimdek bu qattiqlashgan. Mana bunaqa poloskalar, ya'ni отражателlar mana Pegasus o'ziga ko'chgan. Ich tarafi ham o'sha tashqi tarafi bilan bir xil, faqat aytganimdek bu yerda suvish kichkina, bu yerda bo'lsa kattalashgan suvishimiz. Dizayndagi yana bitta narsa tilida teshik qilingan, ya'ni ip o'tqizish endi til orqali ham bo'ladi. Pegasus 41 da bu narsa yo'q edi. Nike Pegasus 42 ni eng asosiy fishkasi, buni Nike o'zini ham yozishi bo'yicha 13-15% energiyani sizga qaytarishi. Nima yordamida? Kopiya o'sha, AirZoom sistemasi o'sha, lekin AirZoomni boshqachasi qo'yilgan. AirZoom for Lens deb nomlangan ushbu sistema oyoq kiyimi ichiga yotqizilgan va Pegasus 41 larda
oldida bo'lgan hamda orqasida bo'lgan. Fuel lens bo'lsa ichida polni yotqizilgan va men buni kiyganimda o'sha narsani his qildim. Ya'ni yugurdim, sakradim va o'sha yerda mana shu tegida oyog'inglarni kiyganinglarda mana shu qismida aynan menga berdi. Tegi qanaqadir nimadir sakratyapti-da, ichiga qanaqadir yumshoq nimadir qo'yib qo'yganga o'xshaydi. Gelmi bilmadim, nimadir bor, lekin poshnani ichidaligi bilinyapti. Xuddi o'sha yangi Air Zoom Fuel Lens bo'lar ekan va u o'z so'zini aytyapti. Ya'ni komfortni albatta bir pog'ona yuqorilashgan Pegasus, ya'ni Pegasus kiyib yurarganlar yoki boshqa krossovkani kiyib yurarganlar, men Pegasusda polni yurmasam ham, lekin boshqa krossovkani kiyib yurganimda bunda o'sha narsa menga sirasi sezildi. Rostdan ham o'sha sistema bor va rostdan ham o'sha sistema ishlar ekan. Umumiy xulosam shundaki, dizayn tariflama endi aytganimdek hammaga har xil, kimgadir yoqdi, kimgadir menga o'xshab taksiba, ya'ni nima deydi, misol uchun Pegasus bo'lib ajralib chiqargan dizaynni men to'g'risi bundan ko'rmayapman. O'sha o'zini boshqa model krossovkalariga ham o'xshab ketadi. Qanaqadir dizayn sifatida dizayn tariflama, ya'ni mana bunaqa orqaga uyg'unlashib ketgan ranglari, lekin komfort tariflama birinchidan orqasini qanaqadir slip insiro qilib kiyilishi, oyoqni quchoqlashi va hamda o'sha eng asosiysi energiyani qaytarish imkoniyati yaxshilangan, lekin ko'pik o'sha React X va albatta tegidagi asosiy katta o'zgarish esimdan chiqdi va nima bu teg qismini griplashgani, ya'ni o'tkir burchakli shaklli qilingan va bu sal yerga уже baquvvatroq turadi hamda bu sal jo'skiyroq qilingan manbalariga qaraganda. Eskisida qarasanglar unaqa o'tkir tishli yo'q, ya'ni chetlari qirrali emas, bunda bo'lsa уже qirrali qilingan, sababi yerga baquvvatroq turishi uchun. Общий planda yengillik bor, 2 yil deganda yengillik bor va o'zi Pegasus 41 larni o'zgartirish qiyin edi, lekin shunga qaramasdan Nike buni uddaladi va o'zgarishlar yana ba'zi bir detallari bor. Uni o'zingizlar kiyganingizda oyoqga mazaqa bitta detalni ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun tilidagi mana bu yozuvlari hozir eniga tushirilgan, oldin mana bunaqasiga uzunasiga edi va ich qismlarida xullas yengillik bor va albatta yaxshi narsa o'sha puliga arzirgan 150 yevro atrofida, 130 dan 150 yevro atrofida sotilyapti o'zini boshlang'ich narxi va o'sha narxga arzirgan oyoq kiyim.